Piyoz to'g'raganda ko'zlarimizning yoshlanishi bu tanamizning himoya reaksiyasi. Siz bu haqida bilarmidingiz? Unda yaqinroq keling, men sizga buning sababini tushuntirib beraman. Piyoz to'g'raganda ko'zlarimizning yoshlanishi bu shunchaki hissiyot emas, balki ko'zlarimizni himoya qilish uchun sodir bo'ladigan qiziqarli kimyoviy jarayon. Gap shundaki, piyoz kesilmasdan butun turgan holatda uning tarkibidagi aminokislota va fermentlar bir-biriga aralashmasdan turadi. Biz piyozni kesganimizda esa bu aminokislota va fermentlar bir-biri bilan aralashib, gaz holatiga o'tib havoga ko'tariladi. Havoga ko'tarilgan ushbu gaz ko'zimizdagi namlik bilan to'qnashganda juda ham oz miqdorda sulfat kislotani hosil qiladi. Garchi hosil bo'lgan sulfat kislotaning miqdori juda ham oz bo'lsa-da, ko'zimizdagi nozik asab tolalarini tasiрлantirish uchun yetarli hisoblanadi. Miyamiz ko'zimizga zararli modda tushganini bilgan zahoti ko'z yosh bezlariga signal yuboradi. Ko'z yosh bezlari esa ko'proq ko'z yosh chiqarish orqali ko'zimizdagi ushbu zararli moddani yuvib tashlashga harakat qiladi. Ko'rib turganingizdek, deyarli har bir hodisa ortida qiziq bir kimyoviy jarayon yotadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.